olasan, 90 gradus burchi ostida burilishlar. Hozir chapga qaylasan, ozgina o'nroq olib yur. Chap tomonga yaqin bo'lib qolmagin, sekin ko'rsatgan metkan bo'yicha sekin olib kelasan, malades ukam, rulni oxirigacha ushlaysan. Lekin mashinani o'chirib qo'yding, 3 sekund to'xting bor, sirasi at qolmasa 20 bar jarima. Otib yubormasa penini, shuni ushab tur. Yaxshi, qara bakoyingga qara bosib qo'ymadingmi? Yaxshi. Rulni to'g'rilaysan. Yaxshi. Endi bu yoq tomon bakoy bilan ishla. Malades ukam, rulni oxirigacha. Yaxshi. Bu yoq tomon orqa balonga qara bosmayapsanmi? Yo'q. Yaxshi, keyingi znakka qarab olasan. Ikkinchi darajali yo'l belgisi i o'ngga. Bu yoqdan gruzok avtomobillar chiqadigan bo'lsa, yo'l berasan. Tartibga solingan chorrahaga chiqasan, sepeni tormoz. O'tib ketmagan chiziqdan oldingda stoplina chizig'i bor. 1 metr oraliq masofasida to'xtashing kerak bo'ladi. Agar uzoq to'xtab qo'ysang 5 bal jarima, o'tib ketsang 100 bal jarima, imtihon tugadi. Svetoforga qaraysan, belgiga qarab ish qilasan. Yashil yonda yurishni boshla. Keyingi belgiga qarab olasan. O'ngga buyuryapti.